Yuzim shunaqa xunuk bo'lgan avval, ishonasizlarmi? Ugrilik, qizargan va yeringlagan, husnbuzarlar bo'lgan. 5 yil yurganman o'zi ham. Qilgan narsalarim qolmagan. Qon alishtirish, kir sovunda yuvish, peeling qilish, hech nima qilmaslik, uxot qilish, analiz topshirish, kosmetologlarga borish. Aytganimdek sidik bilan yuzim artish. Lekin alhamdulillah hozir esa yuzlarim shunaqa bo'lgan. Buni ko'rib qizlar kosmetologga borib lechniya qilganmisiz deb so'rashadi. Men ularga yo'q deb bitta gap aytaman. To'g'ri 5 tapni uxot va ugrimaz. Har kun yuzimga ertalab va kechqurun 5 tapni uxot bilan foydalanganman va обязательно SPF ham surganman. Kechqurun esa shu ugrimazni surib yotardim. Qayerdan olgansiz deb so'rasangiz, uni menga Rossiyadagi professor vrach dermatologim tayyorlab bergan. O'shanda uni surib 5 yillik ugrimni 2 oyda ketkazilganman. Va shu mayda qizlarim rost so'rashni boshladi. Ularga ham sotishni boshlaganman. Faqat menda no'ylarda ham shunaqa natijalar bo'ldi va shunaqa odzivlar kelishni boshladi. Ko'rayotganlarda qizlar qayta olishyapti ishlaganini ko'rib. 205 ta klientimizdan 182 tasiga yordam berdi, alhamdulillah. Shunga sizlar ham shunaqa qisqa vaqt ichida ugrilarni kamaytirib yo'qotmoqchi bo'lsanglar, hozir men profilimga obuna bo'ling va kommentga shu videoni tagida nech pul may so'zini yozing. Manski direktingizga javob yozaman sirazu. Eslarda bo'lsin. Ugrilar o'zi ketadi deb kutmang. Men o'zi o'tib ketadi deb ugrilarimga tegmaganman va natijada hozir yuzimda ugri bo'lmasa ham zato chuqur teshichalar va cho'tirlar qolgan.